Bu yil yurtimizda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayrami Konstitutsiya inson qadri, erkinlik, tenglik va adolat garovi degan bosh g'oya asosida keng nishonlanadi. Yangi O'zbekiston hayotning turli sohalarida izchil davom etayotgan keng ko'lamli islohotlar natijalarini mustahkamlashda yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning ahamiyati beqiyos. Ushbu hayotiy shiorning mohiyati va ahamiyatini ochib berish, asosiy qonunning yangi tahriri asosida inson huquq va erkinliklarini ta'minlashda mutlaqo yangi bosqichga o'tilganini aks etadi. Xiva tumanidagi 39-son maktabda qalblarga faxr bag'ishlaydigan yosh avlodni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu jarayonda maktabning faol o'qituvchisi Maftuna Ro'zmetova boshchiligidagi o'quvchilar sahnaga chiqib, O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi sadolari ostida tantanali ravishda bayramni boshlab berishdi. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan vatan haqidagi she'rlar ijro etilib, har bir satrida yurtga bo'lgan cheksiz muhabbat, ona zaminga mehr va faxr balqib turdi. Shuningdek, davlat ramzi bayroq, gerb va madhiya haqidagi qimmatli ma'lumotlar tinglovchilarga yuksak hurmat bilan yetkazildi. Tadbirning badiiy qismlari esa yanada rang-barang bo'ldi. O'quvchilar tomonidan ijro etilgan milliy raqslar, Konstitutsiyaning muhim moddalarini yoddan aytish, sahnadagi har bir chiqishning o'ziga